Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari, bizni kuzatuvchilar, obunachilar. Mana xudo xolasa yangi obyektimizni ham boshlab oldik. Katlavondan uchastkamiz razmeri 17 ga 12. Hozir cho'rnovoy salafanlarni solyapmiz. Xudo xolasa yana dabobga podushka quyilgandan keyin gidroizolyatsiya qilib, hali xudo xolasa ancha ishlari bor. Obyektimiz o'ta katta. Birinchi etaji yerda tagida bo'lyapti. Ikkinchi etaji yerda betida. Bizni kuzatishda davom etinglar. Hali xudo xolasa premye efirlarni ham qilamiz. Polni ishlarimiz jarayonlarini to'la yoritib boramiz. Yerimizdan uzun suv bo'lib turibdi. Taglari past.